Assalomu alaykum do'stlar. Aka katta ishqibozlari. Asl teddilarni ko'rsating dedingiz. Endi asl hozir ikkita bor, qolgani endi Dubayskiy bilan birga chiqqanlar endi qolgan. Mana birinchisi asl teddini ko'rsatay, yaqinroq olib. Mana bu 2020-yildan beri nargisimi deyapti. Nargisida. Mayli parini ko'rsataylik. Ko'rdingizmi? Ko'ngilni yaxshilab shu. Nasıl ko'rinishi? Mana ko'ryapsiz. Bosh to'liq seri emas yoki to'liq qora emasda. Ko'ryapsiz. Sizga ko'rsatgan nimasi endi salaralardan chiqqan. Salarani buni nimasi mana? Ko'zni kirmalari Şimdi bunu yiyile. İyi 22'lik. 22'lik olsa. Hani? 20'lik. Asıl salaralarında. Maskeni ko'ryapsiz, maskeni. Maska qayergacha chiqib kelyapti. Tomshili juda qora. Salaralarda o'tgan safar aytdim, 4ta qora bo'lishi kerak. Ikkita uzilgan, ikkita 3ta uzilgan. Mana bunda 3ta bor. Gul to'liq bo'lishi kerak, gul salaralarda. Dim qora. Biz avval o'ylardik, mana bu oyoqdagi tuychalari mana ular qora bo'lsa bo'ldi deb salara deb. Yo'q, aksincha qanotda ham qora, badandagi ham gul bir xil nima qilish kerak, yetishish kerak. Salara, to'liq salara bo'lishi. Dim qora, qanot qora, mana gullar hammasi. Shu nimalarni ko'rdingiz, uchida qorasi. Ha? Şu salaralarımız. Endi narigi salaralar var hozir. Dubayskilar chiqqan. Dubayskilar chiqqanlar bormi? Gördünüz mü? Mana ko'zlar. Maskalari, tumshug'ini ichidagi qora, oq tumshuq. Endi mana buni ko'ryapsiz. Qoraligini. Qoraligi ana shunday asl qora bo'lishi kerak. Mana bu gul mana. Gul. Mana bu yoqdagi nima ham mana. Ko'rdingizmi? Mana bu yerdagi qoralar ham ana shu holatda tushib kelishi kerak salaralarda. Mana ko'rdingizmi? Şu asıl salaralarda shunday bo'ladi. Qanot. Oyoqdagi nimalarni ko'rdingiz? Biz avval mana shu oyog'i bo'lsa yetadi deb yuruvdik. Hozirgi nimalarimiz bo'yicha, olgan bilimlarimiz bo'yicha mana dim qora, qanot qora, gul. Mana yerdagi sharplari mana tushib kelgan mana yoqqacha. Mana oyoqdagi. Ko'rdingizmi? Oyoqdagi nima qiladi?
Mana shu holatda kelishi kerak. Shularni tushunib olinglar. Kalsiylar o'tgan safar ko'rsatuvdim. Bu chiqib ketadi. Ko'p. Ko'zlari yoyilishi, tuzilishi mana gullar joylashishi. Gördüğünüzden tumshuqlarni, maskalarni. Maska juda nima darajada chiqib kelishi kerak, asl tepdilar. Maska ham tepasigacha chiqib kelishi kerak. Tumshug'i oq, ichida qorasi bo'lishi kerak. Endi hozir ko'pchilik Royalga berilib ketdi. Royal o'zi asl teddilarga urib bo'lmaydi-da. Urdingizmi qoni buziladi-da. Qoni buziladi. Endi Dubayda ham ikki xil kaptar boqadigan insonlar bor. O'sha insonlar aytishi bo'yicha asl teddilarga Royal urib bo'lmaydi-da. O'sha nimasi qochadi-da. Tiniq tushirib ko'zlarni. Maskalari urib bo'lmaydi deydi. Ular qarachi bahsda ularda ham shu bahs. Mana tumshuqlar, ichidagi qorasini ko'ryapsiz tumshuq. Ularda ham bahs. Royal urmang deydi. Royal ururdimi asl tepdilarga zoti aynaydi. Ularga nimasi bo'yicha endi. Bizda uraveradi, qilaveradi. Shuncha aytyapmiz. Boshqa narsalarga qilinglar, cross bo'lib ketadi. Cross mavzusini ham aytib o'taman dedim. Cross asli ikkita yo'nalishda ketayotgan zotlarni kombinatsiyasiga aytiladi. Ikkita zotdan chiqqan, masalan, Golden bilan Teddydan chiqadi. Uni kombinatsiyasi cross. O'tgan safarlar ham aytganman. Ikkita Teddydan chiqqan ham cross bo'lib qoladi. Ikkita yo'nalish bo'lsa. Miyan nazar bilan Chodri Saki ustod. Shunaqa. Ularda ana shu Royal zatni uryaptilar-da. Tushunmay. Avvalgi nimalarimizni ham aytganmiz. Boshqa nimalarga uringlar, urgularingiz kelsa, boshqa nimalarga uringlar. Prostoy nimalar bor-ku. Gibrid deysizlar, prostoy deysizlar, chatish deysizlar. Mana shunaqa uringlar. Toza teddilarga uribmishda nima qilasizlar? Toza teddilarga urmanglar. Ana shu nimani esdan chiqarmanglar mavzuni, cross mavzusini. Cross mavzusi o'sha ikkita yo'nalish. Miyan nazar, Chodri. Ikkalasining kombinatsiyasi, ikkalasi ham teddi bo'lsa, o'sha cross hisoblanadi. Ko'zlarda farq bor. Selkot bilan teddi keldimi, bu ham cross hisoblanadi. Ana shu ikkita zotning kombinatsiyasi cross deyiladi. O'sha narsani inobatga olib o'tinglar. Mana 20-yil deganim ko'rsatdim. Mana uchlari hammasi analiz qilib 11 soatdan ziyod ko'rilgan narsa. 11 soatdan sal ziyod boya ko'rsatdim-ku mana. Buni ko'pchilik prostoy deydi-da, mana. Ko'zlari ham, nimalari ham mana. Quyoshga nima qiladi? Ko'zlari o'zi aniq ko'rinadi. Ko'ryapsizmi? Buni ko'zi qanday? Narigi Dubay aralashgani qanday? Nima? Royal aralashgani. Buni
nimasi och seri как gold bo'lib ketmaydi. Ko'pchilik buni prostoy deb o'ylaydi-da, qop-qora kalsiyra bo'lmaganga nima bo'lganga. O'shanga nisbatan e'tiborli bo'linglar. Mana kalsiyosini ko'rsataylik. O'zimiz qo'ygan. Mana 2020-yil ekan. Ko'rinyapti? 2020. Tushirib qo'ydilar. Tirnoqlarni ko'rsin. Asl teddilarni yo'qotib yuboryapmiz. Maskalar chiqishi kerak, ko'zni mana shu yerigacha. Tumshuq oq, uchi qora bo'lishi kerak. O'sha nimalarning nisbatlarini yo'qotmanglar. O'sha ro'zqib tashamanglar hammasini. Ro'zqib tashamanglar. Mana royallarga urilgan, boshqa qilingan. Endi biz qo'limizgacha kelguncha endi qon tozalab bo'lmaydi-da. Qonni tozalab bo'lmaydi deb ko'rsata. Mana o'sha bitta narsasiga e'tiborli bo'linglar mana gullarida. Gullarida ham farqi bor-da, gullarida ham. Bitta guliga qaragandan bilib olsangiz bo'ladi. Ayrimlarida royal yavna bilinib turadi. Yavna bilinib turadi. Mana bu salari mana 46 22 nikida. O'shalarni tushuntirib o'tdim yana. Har bittasiga e'tiborli bo'linglar. Tirnoqlarida, gullarida royalni hidi ham kelmaslik kerak-da, hidi. Aniq teddilarda, asl teddilarda royalni hidi ham kelmaslik kerak-da. Biz nima qilyapmiz? Mana nima qilamiz deb uryapmiz hammasini. Endi uni hammasini nimasi bor endi. O'ziga yarasha qanday qilsak bo'ladi? Tartib qoidalari bor. O'shalarni bilib olinglar. Tartib qoidalari. Endi biz o'tgan safar Jon Seraga urdi-degangiz nima degan nimasi bo'lishi mumkin. Endi shundaylarni tashlashyaptiki, buni Jon Sera deb ham bo'lmaydi-da. Boshqa zotlar bilan nima qilib chatishib, nima qilib ketgan zotlar. O'shalarga e'tibor beringlar. Keyingi yilga qilamiz degan nimani tushunib olaylik. Keyingi yil uchirish nima qilamiz dedik. Hozir ko'pchilik qimor qilyapti. Uchiramiz mana shuncha bunday bo'lmaydi-da. Endi yoniga bir 4 ta 5 ta odamni yig'ib naqib biliming bo'lmasa barib foydasi yo'q. Bilim bo'lishi kerak. Uchirishdan oldin birinchi tartiblarini bilish kerak. Tartiblarni bilib, o'shanga qarab uchirsang, o'shanda sal qoniqarli chiqadi ishimiz. Shuni bilib olaylik. 26 bo'lmasa 26 ning oxiri bo'lar. 26 ning nimasida bo'lar. 27 bo'lar bo'lmasa. Faqat tushunib olishimiz kerak. Zotni ajrata bilishimiz kerak. Sen nima uchirib berding? Nima bu uchgan desa, bilmayman, kamagar, teddi, bir bola, gold, bir boladan chiqqan, teddi, bir boladan chiqqan deb ana o'qib o'tirmaylik deyapman. Zotni to'liq tushunib olaylik birinchi. Zotlarni to'liq tushunib olgandan keyin uchirish qochib ketmaydi. Mana o'zi Pokistonning kabutarlari bo'lsa, mana Dubayda ham bitta sezon, bitta nimada 1 yilda 10 marta qiladi. 6 ta yozda qiladi. Yoz nima oy oralig'ida, kuz oralig'ida, bahor, qish oralig'ida 4 ta qiladi. Yoz, qish deydi-da, shuning uchun ularda postoyanniy issiq, doimiy issiq bo'lgani uchun mana shunaqa nima bo'ladi. O'sha hozir 10 ta bo'ladigan bo'lsa, shu 4 ta bahorda nimada deydi. Qishki deydi, qishki nima uchirish marosimlari. Ularda 10 ta bo'ladigan bo'lsa, endi 10 tani tartibi bor-da, tartibi. Mana bitta kaptar
Bitta kaptarga bitta shans berilmaydi hech qachon. Bu yana bu yoshlikdagi nimalarga o'xshab qoladi. Ketdik, birovni kaptarini uchiramiz. Ko'ramiz, bo'ldi, seniki uchmadi. Ketdik, bunisiga ketdik. Yosh bolalarning ishi bo'lib qoladi, detskilarning ishi deb bo'lib qoladi. Yo'q, bitta kaptarga. Uchirish marosimi bo'lgandan keyin bitta kaptarda kamida 3 ta shans berilishi kerak. O'sha 3 kun uchirilishi kerak. 3 kunda umumiy soati chiqarilishi kerak. Umumiy soati o'shanda tartibi endi 11 soat. 11 soat agar tayyorgarlik qiladigan bo'lsalaring, padiga to'pga boshidagi 3 oylik padiga to'pkada nima qiladi? Padiga to'pkada o'sha 3 oylik padiga to'pkasida o'sha 11 soatdan ziyodini olinglar-da. Qara, chiqarib yubormasin. 11 soatlik nimasini hisobga olinglar-da. 11 soatlik nimalarni. O'sha bitta kaptarga bitta shans berib bo'lmaydi degani bu har kuni 11 soat uçdi. Masalan 12 soat uçdi, 14 soatni ko'rganman. U har kuni 14 soat uchavermaydi. Men o'zimni kaptarim ham 9 soat uchsa, bir kun 8 soat, 1 soat uchadi, keyin 4 soat. Ana shunaqa qilib oshib boradi-da. Oshib borib har kuni masalan 14, 13 soat, 11 soat deyapman-ku, 11 soat u 0.9 bo'lgan. 11 soat u endi nimasi, asosiy nimasi? Ko'z bilan ko'rilgan, real. Endi 18 soat ham uchgan joylari bo'lgan. Endi u ko'z bilan ko'rilmagan, kechasi qolib ketgan. Endi 41 soat ham deyapmiz, boshqa deyapmiz. Endi u ham ko'z bilan ko'rilmagan narsa. Odamlar hozir aytsam kuladi. Shuncha soat ham uchadimi? Lekin kechasi uchgan, kechasi qolib ketgan, keyingi kunga qolib ketgan, o'shanga nisbatan aytilgan narsa. Tushundingmi? Real bilan ko'z bilan ko'rilgan narsa 11 soatdan ziyod 14 soatgacha ko'rilgan. Endi unisini ko'raveramiz. O'shanga nisbatan aytayotgan gapim bitta kaptarga bir kun shans berib bo'lmaydi. Musobaqani yurishtirishdan oldin ana shu narsalarga e'tibor berib qilamiz. Xudo xolasa o'rgatib, mana shu zotlarni aniq tushunib olaylik. Sen nima uchirib berding desa, kam agar bir bola teddi, kross bir bola deb o'tirsak bo'lmaydi. O'shaning uchun realni tushunib olaylik, zotlarni ajrata bilaylik. Men uchirdim Jon Sira, men uchirdim Kalsira, men uchirdim asl Salara uchirdim. Mana shunaqa qilib ajratib olaylik. Reallarni urushni to'xtatinglar. Men sizlarga aytayapman, to'xtatinglar. Asl Teddiga urushni to'xtatinglar. Asl Teddi aslligicha qolishi kerak. Jon Sira, Kalsira, Salaralarda maskalari boshqasi bor joyda Realni urgandan keyin maska yo'qolib ketadi. Zot aynaydi. Zot aynigandan keyin nima bo'ladi? Boyagi mana Dubayda ham aytyapmiz-ki, 2 xil yo'nalishda ketishyapti. Bittasi shu Pokistonning haqiqiy zotlari to'g'risida, bittasi nima to'g'risida. O'sha zotlarni ajrata bilish kerak. Mana ichida Royal borligini ancha-munchasi tushunmaydi, ancha-munchasi bilmaydi. Lekin Teddi, asl Teddi ko'rinishi nima deymiz endi? O'shaning uchun ajrata bilaylik. Ajrata bilganimizdan keyin balki Royal urushni to'xtatarmiz. To'xtatinglar. Aniq to'xtatinglar Royal urushni. Meni maslahatim endi. Men dashu qiziqishim ham so'ngan. Royal sohasida ana shu o'zingiz nimalarni boqasiz, nimaga qiziqasiz, qaysi nimasiga deydi. Mana shuni ko'rsataman mana. Mana 22-yildagi nimam mana. Teddilari. Mana shular endi kechasi qolib bo'lsa ham o'sha 14, 18, 15 soat 20 nima qilgan. Endi o'sha rezultati 11-12 soat. 11-12 soat bergan. Aniq ko'z bilan ko'rilgan. Lekin har kun bu 11-12 soat uchadi degani emas. 9 soat, 8 soat, 4 soat uchadi bir kun. 15 minut ham uchib qandaydir anonsi bo'lmay qoladi. Aytdim-ku, uchishda o'zining nimasi bo'ladi, tartiblari nimasi, uchishga ana kaptar tayyorligi bo'ladi-yu, mana to'shlari ham to'lib ana shu darajada turishi kerak-da, uchishga tayyor bo'lgan kaptar.
Uchaman degan kaptarni o'shanaqa yerlari namligi hammasini aytib o'tganman oldingi videolarimda tumshuqlarini. Mana shu nimalarni to'xtatish kerak. Mana shu hozir to'xtatganim mana. Ko'pchilik prostoy teddiy deydi. Prostoy teddiy bo'lib ketdi. Kobra shinlarga uryapti, nimalarga uryapti. Kobra shinlar ham to'g'ri. Bunaqa bir bo'yni qiyshayib ketganlari u nima emas. O'zi ozgina bo'lganlari, tozalari shu, ozgina urmay turadiganlari bor mana. O'zimni uyimda nima qilib turgan mana. Tumshug'ini chiqarib, maska tepagacha ketgan. Mana 2020-yil o'zimizda chiqqan zot. Ko'rinyaptimi? 2020-yil. Mana shular. Hozir ko'pchilik prostoy teddi, bir bola deb yuborishyapti. Hech qachon kaptarni teddi zotini sifatliligi emas. Bunday tushuntirsam qanday? Chiroyliligi emas. Chiroyli, вообще tikka nima bu bo'ylari unaqa qiziqma. Maslahatim boqish niyat bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'rsatgan oxirgi ikkita teddimga o'xshagan qo'lim yopib o'tirayda shuni. Mana shunga o'xshagan asl teddilarni yo'qotmanglar. Ko'pchilik prostoy deydi, boshqa deydi. Prostoyligini bilamiz, qaysi prostoyligini. Ular bilmaydi prostoy teddi deb yurganlar. Och ekan, bir bola ekan, to'q ekan deydi. Lekin mana unaqa vid bo'lgan bilan teddi bular ham gap yo'q. Nimasiga, sifatiga, nimasiga gap yo'q, lekin royal aralashib ketadi, boshqa bo'ladi. O'shanaqa sifatlar. O'sha sifatlariga e'tibor beringlar. O'shalarni yo'qotmanglar. Maskasi kattalarini teddiga, royal teddiga urmanglar. Royal teddiga urasizlar, qonimiz aynaydi. Qon aynagandan keyin nima bo'ladi? Hozir ko'rsatganim. Mana shunaqa teddilarga barglari, gullari alohida bo'lib turishi kerak-da. Bu barg nimani tagiga kirib ketdimi, o'sha qonida royal bor degani-da. Royal bor degani qonida. Uni Pokiston ham ma'qullamaydi. Pokistonda kaptarvozlari ham, Dubayni ham yarim kaptarvozlari ma'qullamaydi. Royalga qo'shilgan. O'shaning uchun o'sha joylariga e'tiborli bo'linglar. Yana bittasi mana. Ana, gullari ham mana. Ushab turchi. Gullari ham alohida mana. Alohida. Ko'rdingizmi? Gulni tagiga gul kirib ketmasligi, oq patni tagiga qora pat kirib ketsa, o'sha mana nima deydi? Ko'pchiligida mana royal boradi. Qonida bor, ana o'qib ketadi. O'zi bilinadi. Lekin maska normal bo'lishi kerak. Ko'zlar, maska juda katta nimani anglatadi o'shalarni. Shuni bo'lgan bo'lsalaring, tushunmaganlarni Telegram kanalimiz bor. Teddiy ma'lumotlar, teddiy to'g'risida ma'lumotlar. O'sha nimaga kunlik qo'yib boraman. Bitta, ikkita ma'lumot berib boraman teddiy to'g'risida. U Pokiston, teddiy, Eron, Hindiston kabutarlari degan kanalimiz bor. O'shanga qo'shilib olsangiz, o'shandan cheriz o'tish mumkin. Boshqa nima yo'q unga, opisaniyada yo'q YouTube'da. Lekin YouTube'da kanalimizda opisaniyada bor. Telegram kanalimizda. O'shalarga e'tiborli bo'linglar. Yana nima deymiz? O'tgan safarga aytdim sizlarga, salarani ko'rsatdim hozir. Biz o'ylardik, mana masalan oyoqdagi nimalar o'zi yetarli bo'lardi deb. Mana pastdagi jullari tushib kelsa, o'zi yetadi deb o'ylardik. Yo'q, unaqa emas. Bu faqat
ustozlarning aytishi bo'yicha endi Arabistondagi mana qanot dum обязательно qora bo'lishi kerak. Gul. Endi обязательно degan nima emas, bir ikki nimasi ola-bulalar chiqib qoladi, nimasi qoladi. Gulni ko'ryapsiz. Gulni. Mana qanotni. Mana qanot. Salaralarda bu, salaralar. Mana tirnoq. Tirnoqlarni ham ko'rsin. Endi qarang, mana pastdagini men aytaman. Ko'pchilikki bu yoqdan to'xtaydi. Bu yoqqa o'tmaydi. Biz o'ylardik avvalgilarni endi. Avvalgi bilimlarimizga qaraganda yo'q. Dalshi yana dum ham qora, qanot ham qora, oyoqqa ham tushib kelishi kerak. Mana. Ko'rdingizmi? Mana oyoqdagi jullar qoraligini ko'ryapsizmi? Endi pat-tep ham bo'lmaydi, buni pat endi bunday bo'ladi, bu jun hisobida. Mana tashakkursizda yaqinroq ko'rsatib. O'z joyida ko'ring, mana. Ana shu salarani ko'ring. Ana shu. Ana shu. E'tiborli bo'ling, mana oyog'idagi nimalardagilar tushib kelgan nimasi. Gullar. Kalsiylardan o'tgan safar jonsiylarni tushuntirganman. Narigi videolarimda bor. Yana nima? Yana nimalarni gaplashmoqchi edik? Yana nimalar aytish mumkin sizlarga? Qolib ketgan ma'lumotlardan bilmaydiganlaringiz bo'lsa, yozinglar. Odamdan negativ izlamay, boshqa qilmay. O'sha narsalarni tushundingizmi? Bilimi yo'q odamlarga bu sohada ergashib xato qilmanglar. Ergashib hozir juda nimalar ko'payib ketgan, olib sotarlar bu narsa bo'yicha savdo, biznesni yo'lga qo'yib yuborishga shu darajada senga nima qiladi? Bizning so'zlarimizdan ham foydalanishadi-da. Zot chiqaryapmiz, boshqa balo battar deydi. Zot chiqarayotgan insonlar men sizlarga aytdim. Yana bir bor aytib o'taman. Men qaytaraveraman o'sha narsani. Niyan nazar. Chodri Saki, o'sha insonlar. Bundan oldin Mr. Dinni aytganman. O'sha 1965-yillar chiqqandan keyin ikkita inson undan keyingi insonlar o'sha insonlar orqali olgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lishi mumkin. Buni ham aytayapman men. Saudiya Arabistonida o'sha yarim tomoni biznesni endi o'shanaqalarni boqadi, royal bilan nimalarni chatishtirib tashlagan. Yarim tomoni o'sha Pokistonning asl teddilarini boqishadi. O'sha asl teddilari tarafda bo'ladi. Olib kelyaptilar, biznes bo'lib ketgan. Ma'lumot bersin, biznikidan ortiq. Mana kanalimda turibdi. 19-20-yildan beri mana uchirib, 19-20dan beri uchirib qo'ygan videolarimiz ham bor. Nima YouTube kanalimizga o'tsalar, o'shalarni ko'ringlar. Tushirganlarimiz va boshqa rezultatlari hammasi berib borganmiz. 8 soat tushganini ham hammasini ko'rsatib borgan joylarimiz bor. O'shalar biz ishlatmagan ismlarni topsinlarchi, bir paytlar u 22-yil, 22-yil, 21 yo 22-yil Jon Sira mana shu zot Jon Sira ekan deb o'rganib, bilimimni bolalarga aytgan paytim Telegram kanalda ustimizdan kulgan, qanaqa Jon Sira deb. Keyin 23-yil uzr so'rab, haqiqatan Teddy Jon Sira bor ekan deyapti. Kalsirani ham o'rganadilar hali, Salarani ham o'rganadi. Bizni aytmagan ismlarni, biz aytmagan kapitallarni aytib anov qilishsin, mayli. Biz ularga anov qilaylik, ishonaylik, ko'raylik. Asab anov qilib ketadi. Chekkanmiz, ichganmiz. Asab qo'ziydi-da shunaqa narsalarga. Asab odamni bilimni o'rganib, yiqqan nimalarini qanaqadir bir inson yo olib keldim, yo boshqa qildim deb turib nima qilish emas. Tarixni bilish kerak. Men ham o'zim nima deyotganim yo'q. Mayli, o'zini uyida bo'lsa, qanaqa zot boqsa ham, boqursin. Hamma o'zi uchun boqadi. Kimdir o'rdak boqyapti, kimdir brama boqyapti.
ularga hech kim indamayapti-ku. Boqyapti. Bu ham yerda yursa ham chiroyli yuribdi. Bu kanal ana yuragi silab kaptar uchursam o'lib qolaman deydiganlar uchun emas. Bu kanal kaptar uchishiga qiziqadiganlar uchun. Boshqalar uchun emas. O'tgan safar Mazartdagi ana shunaqa narsalarga e'tiborli bo'linglar. Biznes juda rivojlanib ketgan bu kabutar nimalarida. Seni aldab boshlatib, ana yoniga 4 ta 5 ta kanal ochib sotayotganlar ko'p. O'shaning uchun e'tiborli bo'lib olinglar. Shoshilmanglar. Bitta kaptarni tushunib olinglar. 500-600 dollarga olgandan foyda yo'q hozir shoshilib turib. Asl tebdilarni yig'ib olinglar. Bir kun kelib qo'lingdagi royal aralashgan teddi bo'lib nima bo'lib qolsa, asl teddi bo'lmay qolsa, ana qilasan. Men aytyapman-ku, bor qonida bir ikkitasini hozir aytmayman, ko'rsatmayman, topib olasizlar. Vaqt kelib tushunib yetasizlar. Bor ichida. O'shalarni ajratishni bilinglar. Uni ham bitta tema qilamiz. Qara. Bitta tema qilamiz uni royal bilan Xudo xolasa, royal bilan teddiga aralashgan joylarini katta tema qilib beraman. O'shaning uchun ungacha ehtiyot bo'linglar va yana maslahat beraman. Telegram kanalda 4-5 ta odamni yig'ib olib yoniga boshqa qilib faqat u yerda o'zini kaptarlarini sotib, yana jo'ralari sotib, o'zi kuzatsalaring ham bilasizlar. O'shalarga e'tiborli bo'linglar. Biznes qilishdi ko'p. Bu ishqibozchilik emas, biznes qilish. O'shaning uchun haqiqiy ishqibozlarga gapim men. Ehtiyot bo'linglar shularda. Asl teddilarni shoshilmay, maskalari, ko'zlari, tumshuqning oqlari, uchida qoralari, ko'zlarini nimalari hammasi. O'shalarga e'tibor berib olinglar. O'sha Miyan Nazarniki ham, ustod Miyan Nazarni ham nimasi yo'nalishi bor. YouTube kanallarida. Ustod Chodri Sakini ham yo'nalishi bor, ikkalasi. Ko'zlari, nimalari hammasi YouTube'da berilib boryapti, hammasini nimalari. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib shoshilmay olinglar. Menga sotasizmi boshqa deydi, men ishqibozchilik bizniki. Orada ortiqcha nima bo'lsa berishimiz mumkin. Kommentariyada ko'pchilik sotasizmi nima deydi. Ko'ramiz. Xudo xolasa o'zimizdan ortsa. O'shanga ehtiyot bo'linglar. Yana bir bor aytaman. Ehtiyot bo'linglar. Royalga tebdini urib bir baloq tashamanglar. Bo'ldi. Vaqt kelib tushunib yetasizlar. Men endi aytib o'ryapman. Tushunganim uchun aytyapman. Urushni to'xtatinglar Royalni teddiga. Asl teddilarga urushni to'xtatinglar. Bir zotlarni chiqaraman, boshqa qilaman deb nimaga tiqib tashamanglar. O'sha prostoy teddimi, boshqami deyish boshladi o'sha nimamiz, ishqibozlar. O'shaning uchun ana shu prostoy teddilar asranglar. Ular aytayotgan naznida prostoy teddilar asranglar. Original teddi boshqa deb royallarni urushyapti, boshqa qilishyapti. Yo'q. Asl teddilar boshqa narsa. Tushuntirib berdim asl teddilar qanday bo'lishi. O'shalarga e'tiborli bo'linglar. Royalni har baloga urib tashlashdan qo'rqinglar. Bir kun kelib ana qilasizlar, afsuslanasizlar. U отдельно ketish kerak. Royalmi? Royal отдельно ketish kerak. Hammasi unda cross bo'lib ketadi. Ana shu yo'nalishda endi biz bilib bo'ldik-ku, shu kim royaliga qiziqyapti, nima qilyapti. Royalni tiqib tashaganlar bor. Upakovkalar. Mayli, qilishaversin. E'tibor bermaymiz, kim unga, kim bunga qiziqadi. O'shaning uchun bu aytyapman, yuragi silab nimalar uchun emas, kaptarni uchirmaydigan nimalar uchun emas. Kaptarni uchiradigan, uchishiga qiziqadiganlar uchun bu teddi zot. Uchishlar to'g'risida aytib o'taman. O'tgan safar aytdim. Endi har safar aytamiz. Chunki bu kaptarlarni tarbiyalash oson emas. Bu o'zimizni qishlarga nisbatan juda katta farq qiladi. Juda katta farq qiladi. O'shani tarbiyasi ham katta farq qiladi. Men agar risk qiladigan bo'lsang 20 kun donga tushganda 20 kunda uchir, risk qiladigan bo'lsang. Avvalambor maslahat bermayman 20 kunda uchirish.
uchirgandan keyin bitta ko'r olib kirda tiqib qo'y. 3 marta 4 marta uchgandan keyin 3 oy saqla, 3 oy. O'shanga nisbatan endi nimasi bo'lishi kerak. Tartibi shunaqa. Maladoy endi ko'pchilik qanday tushunadi endi? Donga tushdi deylik, mana donga tushdi. 3 oy davomida 10 ta qanot deydigan bo'lsak, 6-qanotdan boshlab, boylab 40 ham ko'rsatdim o'tgan videolarda nimada. Bu yerdan 6 ta, bu yerdan 6 ta. Bugun bir hafta nimaga o'tdi? To'tang birinchi mayli uni keyin tushuntirib o'tib ketaman. Katakni qanday yasash bo'yicha. O'sha 6 tani boyladingiz, bir hafta 10 kun yursin shu hovlingizga kirib chiqib. Keyin 10 kundan keyin bitta qanotni bo'shating. Keyin qolgan 5 tani boylab qo'ying. Chiqib tushib, nimasi yana ko'paysin. Kechqurun kerak bo'lsa, setkani ichida qolsin ko'chada, projektorda. Setka qilib qo'ying. Katak qilish bo'yicha aytaman hozir. O'shada nimasi bo'yicha endi 3 oyga bo'ling, qarach. 3 oyga bo'ling, o'sha 3 oy davomida kami 3 oy, o'zi 6 oy berilganda buni tarbiyalash. Tarbiyalash jarayonida o'shani o'tkazib yubormanglar-da. O'shani nisbatan ko'rish kerak, bilish kerak-da. O'sha 3 oy davomida ko'rib bilganlaringizdan keyin, tarbiya aniq bo'lgandan keyin, isonchingiz hosil bo'lgandan keyin uchiriladi. O'sha maladoyligida nimaga uchirmang deyapman? U babichga o'xshab ketaveradi. Kallasi yo'q, boshqa deyishadi, kallasi yo'q emas bu. Chunki donga tushgandan keyin 2 soat, 3 soat uchib beradi. O'shalarga e'tiborli bo'ling. Shu donga tushgandan keyin 2 soat, 3 soat uchib beradi. Ketaveradi bu yoqqa keyin rezultat. Mayda quruqda ketaveradi, babichga o'xshab ketaveradi. 3 oy, 6 oydan keyin o'sha 3-ikkinchi to'lovdan nimaga o'tishni boshlaydi? Katta quruqda. O'shanga nisbatan aytyapman. O'shani me'yoriga yetgandan keyin, masalan, 10 kunda bir qanotni bo'shating, 10 kunda bir qanotni bo'shating, chiqib setkada o'tiraversin. Tomga chiqarib qo'ying. Imkon qadar endi katakni aytib o'taman. Imkon qadar sizlarga katak qanday bo'lishi kerak? Katak siz xohlaysizmi, yo'qmi, bu zotlarga shunaqa joy kerakki, balandroq. Masalan, yerdan 6-7 metr setka kerak. Bunaqasi 2 ga 2 yo 4 ga 4 bo'lsa ham setka kerak. Ustunda projektor kerak. Chunki kechasi ham yerga chiqarib qo'yish kerak. Yarim kechasi bo'lsa ham, qaysi payt bo'lsa ham kechasi qolish kerak o'sha setkaning ichida. Territoriyani o'rganish kerak kechasi ham. Qanday tushish, boshqalarini o'sha nimasi bor-da, endi etaplar. O'sha kechasi ham qoldiring, o'sha setkaning ichida o'tiraversin. Mushuk olmaydi baribir, tepada joy nima qilib bersang, faqat setka. Osmonga uchirganda ham o'sha setkani ko'radi, o'sha setkada kechqurun qolib ketadi. Qolib ketganda o'sha kechga qolgandan keyin ichida projektorni yoqasiz, o'zi shu setkaga qarab tushib kelaveradi. Chunki u setkada o'tirgan, kechasi ko'rgan, orientirov bo'lganda, o'shanga nisbatan o'zimizning kapitallarga nisbatan farqi o'shanda Pokiston zotlari. Farqi o'shanda, o'shalarga e'tiborli bo'linglar faqat. Tarbiya o'sha. Bitta qanotni yechib boringlar 3 oy davomida. O'shanda srednigacha ham chiqquncha qanot boylangi turadi, boshqa qilib tochkaga chiqquncha ham masalan bir chiqib tushib charchab tushadi, 2 ta 3 ta qanotdan ham tochkaga chiqib tushadi bular. 2 ta 3 ta qanoti boylangi tursa ham bir-biriga. O'shanda ham tochkaga chiqib tushadi. Ko'rganman o'sha. Sekin-sekin bo'shatib boradi. Lekin kami 3 oy tarbiyalaydigan bo'lsa. 3 oydan keyin uchirishni boshlang. O'sha nimalari bor. Chunki 3 oyning ichida masalan, musobaqaga ham o'zi 3 oy tayyorgarlik bo'ladi-da. Pokistonda ham, Dubayda ham o'sha bitta kapitalni uchirish uchun 3 oy tayyorgarlik ko'riladi. O'shanga aytayapman, bu yil nimani shoshilmay, zotlarni birinchi o'rganib, birinchi nimalarni gaplashib olishimiz kerak. Kim uchiradigan, nima qiladigan, sannimaniyalarini boshqasi o'shanga qo'ya nimaga deganim shunga. O'shani tarbiyasi bo'yicha o'sha 3 oydan 6 oygacha deydi. O'sha moment, o'sha vaqt oralig'ida buni teddiy zotini kichkina qurug'i kattalashadi. Mana bu ko'pchilik qirg'iylardan ham qochish osonroq bo'ladi. Chunki yovvoyi tabiat qonuni. Bitta nimasi shu nima deydi, yo'qotishni kamaytiradigan narsalarni omillari o'sha katak vaqtni
tarbiyalab vaqt 3 oy vaqtida ichida to'g'ri tarbiyalash yana nima? 40 yillardan o'sha momentda o'sha oralig'ida 5-4 oy oralig'ida o'sha qochishga harakat qiladi, katta quruq qila oladi. O'shalarga e'tiborli bo'linglar. Tarbiyalashni tushuntirdim, crossni tushuntirdim. Ikkita zotni kombinatsiyasi cross bo'ladi. Hola teddi, hola gol. Ikkalasi bo'lgan o'sha cross. Ikkita zotni kombinatsiyasi. Urib tashlamaylar har bitta zotning zotiga. To'xtatinglar odatlaringizni. Asl teddilarni chiqarishga harakatini qilaylik. Asl teddilarni ko'paytiraylik. Bor hali ko'pchilikda bor. Masalan 5000 ta Telegram kanalimizda obunachilar bo'lsa 4800 ta. O'shaning ichida bor. Ma'lum bir miqdorda asl teddilarni saqlab turgan insonlar bor. O'shalarni asrashni harakatini qilaylik. Royal urib tashlamaylik. To'xtataylik endi nimaga ham har baloga ham royalni urishni. Chunki royal o'zi bir boshqa yo'nalish. Royalni aytdim sizlarga. Uni yo'nalishi shu Said Ashraf degan inson 2000-yilda chiqarilgan zot bu. Bularning zoti u yillarga borib, bu insonlarga borib taqaladi. Ikkalasining yo'nalishi boshqa yo'nalish bo'lib ketadi. O'shaning uchun to'xtatinglar. Boringlar buni gibridlarga uringlar, boshqa o'rinlar shu royallarni asl teddilarga urish to'xtatinglar. Ko'pchilik so'rayapti, shuni parlasak bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Royalni urib bo'lmaydi nima asl teddilar. Asl teddilarni aytdim. Tushundingizmi? O'shalarni ajratishni bilinglar. YouTube'da ham mendan boshqa yana nimalar ham ko'p-ku. Pokiston, Hindiston, Saudiya Arabistonining nimalar kanallari bor. Ko'ringlar o'shalarni. O'sha Pokiston zot kabutarlariga qanday qaraydilar? Qanday uradilar bir-biriga? O'shalarga tushunib nima qilinglar. Men o'rganganlarimni men o'zimdan qo'shib aytayotganim yo'q. Hammasi o'rganganlarimni bilim berayotgan inson bor u yoqda mana. O'sha Chodri Saki degan inson Ahmad Qambarga bergan. Ahmad Qambar o'sha Orif ustod Orif akaga bergan. O'shalarni bilimlari boshqasi endi bir-biriga shogird tushib boshqa nima qilib yurgan insonlardan so'rab o'rganib nima qilgan bilimlarim to'g'ri. Men kechasi uxlab turib ertalab sizlarga ko'rgan tushimni aytib bermayman. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Mana shu narsalarda juda katta farq bor. Har bitta gaplarni o'ylab, qaytarib ko'ring. Bitta nimam hozir. Royal teddilar har baloga urishni to'xtatinglar bo'ldi. Har bittasini yo'nalishi o'zida qolsin. To'xtatinglar. Vaqtida aytgandirman. Shunday qilsang, yo'q. Bo'lmas ekan bizning nimamizga. Bizning regionga bo'lmaydi ekan unaqa gaplar. Har chatishdi. Ana bu pidya. To'xtatinglar unaqa nimani. Jon Sirami Jon Sirlarga chiqib. Kalsirami kalsirlarga chiqib. Salarami salarga chiqib. Royal teddi boqasanmi? Royal teddi chiqib. Kamagarmi kamarligarmi? Urmaylik, gibrid bir bola deganlariga uring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kommentariyaga negativni to'xtatib faqat savol javob qilaylik. Telegram kanalimizga ulanib qo'yinglar, qiziqadigan, nima qiladigan. O'rganib olinglar. Bu kanal aytdim sizlarga, yana bir bor aytaman. Kaptar uchirmaydiganlar uchun emas, uchiradiganlarga aytilayotgan narsa. Uchirmaydiganlar xafa bo'lmanglar. Uchirmasalarni uchirmanglar. Bu kaptar uchiradigan kanal, uchiradigan zotlar uchun. Endi Pokistonni teddi zotlari uchmay, eng uchqur dunyo bo'yicha uchqur zotlari uchun. Endi bu ham bir tabiatning bir mavjudoti. Asrab avaylasak, uchirsak o'zlarimizga yaxshi. Keyingi qo'llarga, keyingi nimalarga yetib boradi. Mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana shu zotlarimiz